Diqqat, ajoyib yangilik! Barcha o'zbek fuqarolari diqqatiga xushxabar e'lon qilindi. Oylik maoshi oshiriladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videolarimiz ostida bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni hamda video roliklarimizdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Prezidentning tegishli farmoni bilan maktab direktorlari va ularning o'rinbosarlari hamda maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlari ish haqi miqdori oshirilmoqda. Bu haqda Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarova ma'lum qildi. Keyingi yillarda o'qituvchilarimiz, bog'chadagi pedagoglarimiz oylik maoshlarini oshirish, ustamalar sonini ko'paytirish bo'yicha qator islohotlar qilindi va bu jarayon davom etyapti. Endilikda maktab direktorlari, ularning o'rinbosarlari hamda bog'chalarimiz rahbarlari maoshlarini oshirishga navbat yetdi, deydi vazir o'z so'zida. Bildirilishicha, farmonda quyidagilar belgilangan: maktab direktori va uning o'rinbosarlari hamda maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlari ish haqi miqdorlari oshirilmoqda. 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari direktori lavozimining bazaviy tarif stavkasi 20% ga, o'rinbosari lavozimining bazaviy tarif stavkasi 15% ga oshirilib, bog'chalarimiz direktorlarini lavozimlarining bazaviy tarif stavkalari 3 va 4 guruhdagi umumiy va o'rta ta'lim tashkiloti direktori o'rinbosari lavozimining bazaviy tarif stavkasiga tenglashtirilishi orqali oshiriladi. Respublikadagi 10 mingdan ortiq maktab direktorlari, 7 mingga yaqin bog'cha direktorlari hamda 35 mingga yaqin maktab direktori o'rinbosarlarining ish haqi miqdori oshiriladi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarining direktor jamg'armasi mablag'lari hisobidan direktor va uning o'rinbosarlariga faoliyat samaradorligi ko'rsatkichlari natijasiga ko'ra bazaviy tarif stavkasiga nisbatan tegishlicha 20 va 10% miqdorda har oylik ustamalar belgilanadi. Shuningdek, tuman bo'limlarida qo'shimcha shartlar ajratilmoqda va o'quvchilar bilimini baholashni monitoring qilish, o'quvchilarga xorijiy til va kasbga o'rgatish vazifalarini amalga oshirish uchun tegishli lavozimlarni joriy etish imkoniyati yaratadi. Bundan tashqari, hududiy bo'limlar xodimlarining ko'p yillik xizmati uchun rag'batlantirish joriy etilmoqda. Qariyb 15 ming nafar boshqaruv xodimlariga ko'p yillik xizmati uchun rag'batlantirish tizimi yo'lga qo'yiladi. Shu bilan birga, maktab xodimlari mukofot pul miqdorini mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 75% gacha, amalda 50% gacha miqdor etib belgilangan edi, miqdorida etib belgilanmoqda. Yana bir muhim o'zgarish, avvallari maktablarimizning bo'sh turgan binolari ijrasidan tushgan mablag'larning 40% gagina o'sha maktabda qolar edi. Endilikda ushbu mablag'larning 75% o'sha maktab rivojiga sarflanadi. Umid qilamanki, tizimdagi 100 minglab xodimlar hayoti rag'batlantirishga doir mazkur farmon xodimlarimizga moddiy imkoniyatlarni yanada yaxshilab, ularga motivatsiya beradi, deydi pedagog. Videosida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang.